Diyor Life'ga prank qiling. Ama jo'ski bo'ladi. Val. Onangni tifal qorbobo hayvon menga oson tutadigan. Yaqir qorbobo, qor qizingni mana olasan onangni. Tura qolgan. Qani birgalikda Ketdik. mana chekada turibdi doston, to'xtang. To'xtang. Qayers? Sinimiz so'rayotdi. Tanidingizmi meni? Yo'q. Qanday tanimaysiz? Topolmaydi deb o'ylamadingiz? Topolmaydi deb o'yladingizmi? Sizmisiz? Moddiyorlar yozishgan sevdim, o'ldim degan sizmidingiz? Nima deyapsiz men? Fake account bu. Fake'mi, boshqami, sizmisiz? Shu sizmisiz? Tushuntirolmayapman. Sizmisiz? Siz kartamga 500 ming tashlab ber degandingiz. Benzinim qolmadi degandingiz, tashlab berdimmi? Sizning kaltingiz so'z, men qiz bola ayab o'tirib, bu yoqqa boraylik, odamlar qarab, bir mahallam bo'ladi. Sizning ketavering, pulingizga 500 ming berish kerakmi? Aka, olib kelayapsan, olib kelaverasizlarmi aka? O'yinchoq bo'lib qoldimmi shunchalik? Bu hali nima deyapsiz? O'yinchoq bo'lib qoldimmi? Yo'lda do'stlar xafa olmang, keling. Bu sizga surpriz edi. Kechadan beri plan qilyapsiz. Mana mikrofon. Rangligini sezmadingizmi? Xullas, qanaqa bo'ldi, ichim shu dedi. Ma'jani nasiz? Hammaga assalomu alaykum boshqatdan. O'zim yaqinlarim, bunaqa men doim men hali pardeshcha qilib boshqacha ma'noda gaplashganimcha buni kutmadim, lekin ishonarli bo'ldi. Ijodiylarga obod, bundan ham katta blogerlar, xudo xolasa hammasini vodiy bo'ylab izillatinglar. Mana prank qildik sizga. Keyingisi endi kim bo'lsin? Kim oldiga borib shunaqa prank qilaylik? Keyingi blogermi?